Ana Oqil akamga ham motoblok haydashni o'rgatib qo'ydim. Haydayin desa, bilmayman, motoblok haydamaganman dedilar. Ana. Sekin ertalab o'rgatgan edim. Ana hozir orada boshqa ishlarni ham qilindi. Haydab qo'ydilar mana shu yerda. Yana bitta yurib chiqsa bo'ldi. Yana bitta yurib chiqilsa tayyor bo'ladi. Bu ham o't-o'tlar o'zi o't ko'pligidan shunaqa qilib turibdi. Atak haydab tashlagan. Oqil akam ham sekin mana motoblokka. Mana shu motoblokimni sotaman. $500 berma, 13 ot kuchli. Uni yangi kattasidan olmoqchiman. Bu ham yaxshi. Mana kirib olmalarga. Bir tekst ishlaydi, berma, yaxshi. Olding 2 yilmi bo'ldi olganimga. $500 ga berib beraman. Chekki holatlar, unaqa ko'p urinib ishlamagan.